Assalomu alaykum. Demak, LeetCode'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolni 20-savolni boshlaymiz. Bizda shunaqa savol bor ekan. Immediate food delivery to. Bu ham o'rtacha qiyinlikdagi savol ekan. Demak, savolimizni ochib qarasak, bizda bitta table bor. Table'imizning nomi delivery. Unda delivery ID, customer ID, order date and customer preferred delivery date. Endi inputdagi datamizga qarasak, deliver ID, customer ID, order date and customerda o'sha o'zi prefer qilgan vaqti, kuni. Misol uchun siz bir narsa order qilishingiz mumkin. O'sha orderni o'sha kunni o'zida xohlab jo'natishlarini xohlashingiz mumkin. Yo bo'lmasa, misol uchun menga birortani tug'ilgan kuniga nimadir zakaz qilmoqchi bo'lsam, agar o'sha kunni o'zida zakaz qilsam, demak o'sha kunni o'zida yetkazib beringlar deb aytaman. Agar tug'ilgan kunning egasi o'sha tug'ilgan kun 3 kundan keyin bo'lsa, men 3 kun oldin zakaz qilib qo'ymoqchi bo'lsam, bugun zakaz qilamanda, zakazchiga aytaman, mana shu podarkani 3 kundan keyin o'sha odamga yetkazinglar desam, demak bu scheduled delivery date bo'ladi. Ya'ni scheduled o'zbekchasi to'g'risi aniq esim kelmadi. Planlashtirilgan yetkazish kuni. Endi bizda shunaqa savol berilgan. Customerlar birinchi orderi bo'ladi. Customerlarni o'sha customerning birinchi orderi o'sha agar customerning birinchi orderi o'sha kunni o'zida yetkazish kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha immediate, ya'ni birdan immediately yetkazish kerak bo'lgan delivery bo'ladi. O'shalarni foizini topishimiz kerak. Ya'ni общий customerlarning ichida necha foizi birinchi marta zakaz qilishayotgan payti o'sha kunni o'zida yetkazib berishlarini xohlashgan degan savol tushdi. Endi javobga qarasak 50%, ya'ni mana shu customerlarning yarmi xohlashibdi o'sha birinchi zakazlarida zakazni o'sha kunni o'zida yetkazib berishsin deb. Tak. Agar demak, hozir mana buni create qilib olamiz. Create qilib olamizda GPT-ga aytaman, create qilib beradi. To'g'risi buni savolni javobini yozib ko'rmadim. Sizlar bilan bir vaqtni o'zida yozamiz. Select star from delivery. Xo'p, nima meni xayolimga kelib turibdi? Birinchi ochirtda men bu yerga yangi kolum qo'shmoqchiman. Yangi kolum qo'shmoqchimanda yangi kolumda shunaqa yozaman. Minimum date ni topaman. Birinchi marta o'sha customer qachon order qilgan. O'shani topaman, da join qilaman. O'shani topib turib join qilaman. Mana bu основной table'ga. Join qilganimdan keyin tekshiraman. O'sha minimum date, minimum order date bilan o'sha customer prefer delivery date tengmi? Agar teng bo'lsa 1 qo'yib bersin, bo'lmasa 0 qo'yib bersin deyman. Shu chiqqan javobdan men average ni olsam, bizni kutgan natija chiqadi. Demak, hozir yoniga minimumni tushirib olish uchun minimum degan kolumni men faqatgina qoldirishim kerak. Customer ID bilan minimum order date group by customer ID. Mana chiqdi minimum date.
Endi shuni основной table'ga join qilaman. Buni city deb qo'ying. City as hali city haqida agar tushunchasi bo'lmagan odamda bu common table expression va bu qanday virtually table deb tasavvur qilsanglar bo'ladi. Birorta query'ning rezultatidan yana rezultat olmoqchi bo'lsak, city ishlatamiz yoki subquery ishlatamiz. Men hozir shu common table expression ishlatmoqchiman. Чтобы sizlarga yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana shuni endi ko'p holatda endi city deb yozib o'rganilgan. Mana buni o'rniga любой narsa yozsa bo'ladi. Men yozmoqchiman. Mana bunga alisini beraylik. First order date. Bunga yozmoqchiman. First order date. Buni просто date deb qo'ya qolaylik. Date. Endi nima deyman? Select star from very good. Orange table, yani bitta virtual table create qilaman. Original table as o'sha bizani select star from delivery table'imiz bo'ladi. Yozaman select star from delivery inner join first order date. The join qilsin on delivery dagi delivery emas, mana bu yerda original table dagi customer ID teng bo'lsin first order date dagi customer ID ga. Xo'sh, teng deganimda har bir customerni first order date chiqdi. Shu prefer date har biri uchun har xil chiqdi. Endi men yozaman, nima demoqchiman hozir? Agar mana bu date degan column bilan customer preferred delivery date teng bo'lsa, mana bu yerga yangi column qo'shib olaman. Case when customer origin table dagi original table dagi customer delivery date teng bo'lsa, bizani first order date dagi date ga then bir qo'yib bersin, else null qo'yib bersin. And demak mana qo'yib berdi. Birinchi zakasi shu kunning o'zida bo'lgan bo'lsa immediate bo'lar ekan, demak bir qo'yib berdi. 12 13 821 22 kuni xohlagan ekan 809. Xo'p, menimcha qayerdadir xato ketdi. Yozib ko'ray oxirigacha. Average yozaman. Mana shuni average qilsin. Javobda nimada so'ralgan? Prosta average'ni o'zi so'ralgan ekan.
0 0.00 yasaylik. Tak, biza qayerdadir xato ketdik. Biz xohlagan rezultat chiqmadi. Hozir men yana ham o'ylab ko'raman-da, videoni pauza qilib turib, to'g'ri javobni yozaman. Tak, bizning yo'limiz to'g'ri bo'lgan, faqat bitta narsani sal e'tibordan chetda qoldirdik. Faqatgina biza o'sha birinchi order date'larni check qilishimiz kerak edi. Hammasini biza include qilmasligimiz kerak edi. Average oladiganmizni. O'shaning uchun join qiladiganda hamda condition qo'shib qo'ydim. First order date'dagi date, ya'ni birinchi order qilingan kun order date'ga teng bo'lsin dedim. O'shanda mana 4 ta kolum qoldi. 4 ta row qoldi bizda. Xuddi o'sha boydan case when yozganim mana bir qo'yib berdi. Demak, birinchi order qilingan kun customer preferred delivery date ga teng bo'lgan. Bunda ham 4-chi customer ID dan bir qo'yib bergan. Demak, qarasak, birinchi order qilingan kun customer xohlagan deliveryni xohlagan kuniga teng bo'lgan. Shuning uchun bir qo'yib bergan. Qolgan holatda 0 qo'yib bergan. Endi biza mana bu average functionimizni kommentdan o'tsak, starni o'chiramiz. Shunda hammasi ishlashi kerak. Mana 0.50 chiqdi. Endi buni round qilib qo'ydik, round. Ikkinchi bir nitgacha. Biza kutgan javob chiqdi. Endi buni copy qilib tekshirib ko'ramiz. Umid qilamanki, qabul qiladi. Testlaridan o'tib. Column name'ni yozamiz. Tak. As immediate percentage. Yuzga ko'paytirib qo'yishimiz kerak edi. Tak. Bizdan foizni so'ragan. Ko'paytiramiz 100 ga. Vola, javobimiz qabul qilindi. Submit qilamiz. Tak. Bizning javobimiz 23 ta test bor edi. 10 tasidan o'tdi-da, 10-chisida to'xtab qoldi. Nimaga desa, bizning javobimiz 38 qaytargan. Bunda 37.5 xohlangan. Buni 3 qilamiz. Submit qilamiz. Nimaga 3 qilganimni hozir qabul qilsagina aytaman. Wrong answer. Why? Qiziq. Video ko'payib ketmasligi uchun hozir mana shu round bilan nimadir bo'lib turibdi. Hozir to'g'rilab pauza qilib turaman ungacha. Xo'p, oddiygina o'zgarish qildim. Demak, round qilishdan oldin 100 ga ko'paytirib, keyin round qildim. Javobimni qabul qildi. Xo'p, javobimiz 75% javoblardan ko'ra yaxshiroq chiqdi. Yana ham optimallashtirish mumkin edi. Hozir birinchi xayolim kelgan logik shu bo'ldi. Shuni qilib topshirdik. Demak, 20-savolimizni ham tugatdik. Bizda basic aggregate functions bo'yicha 21-savol gameplay analysis bo'ladi.